Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21. Biz bugun Gentra narxlarini ko'rib chiqamiz. Biz bilan qoling. Like, podpiska bosishni unutmanglar. ...2023 yilgi oq Gentramiz motorlari cho'tkizib, sassinlari yaxshiligina turib, umuman chayqalar bo'lmagan, metallari bor, megapultlari bor. Mexki bilan 4 ta mexki bilan qo'yganlar, kraskalar 100% toza turibdi, hech qanaqa ayblari yo'q. Salonlar ahvoli cho'tka turibdi, megapultlar bor, 908 megapultlari, sassini vashi udar, kansener fansen hammasi cho'tka sassinlar yaxshi turibdi. Nima bu? Chexol poliklari yaxshi, sassinlari. Orqa tomondan ko'rinishi, avtomatik korobkalari bor, lyuklari bor, lyuks konser, hamma balobatlargacha hamma narsasi bor. Короче, olgan odam mazza qilib binadi. Bemalol yurgani qancha edilar? 80 ming yurgan dedilar-da. Bilmadim, 2023 balki 83 ming rostmi yo'qmi, aniq bilmadim, 83 ming yurgan dedilar. Separasatlar. Narxini aytgancha Damas Sparklarga barter bor ekan. Barter qilish bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 183 million deyaptilar. 180 larga beradilar. Kimgadir yoqadigan bo'lsa, mana shu yerda telefon nomeri bor. Aloqaga chiqsangiz, kelishtirib beradilar. Biz bilan qoling, biz bilan qiziqarliroq bo'ladi deydi. 2022-yilgi Gentra maslashi kana turibdi, hech qanaqa ayblari yo'q. Metan propan hech narsa qo'yilmagan, salonda qancha chiqsa o'shada turibdi, motorlari ham cho'tka joyida turibdi, hech qanaqa aybi yo'q, maslagini yaxshigina turibdi. Keyin bitta narsa, bufer, oldin bufer aytdik, almashgan latokka tushganligi uchun u ichkariga umuman o'tmagan. Xavotir olmasanglar bo'ladi. Polni tekshirtirib, men aniq qilasangiz bo'ladi. 4 ta mexga qo'yilgan, chexol poli bilan qo'yilgan. Xo'p, salonlar chexol poli yangi qo'yilganlar, polni torpeda ustlariga ham chexolchalarni qo'yib, ashishikani qo'yibdilar. Yurgani 28 ming kilometr yurgan. Yaxshigina yurib qo'yibdi. Kamgina. Orqa tomonda ko'rishdi, mana bagajlari ham cho'tka salon, bagajlar bemalol yaxshigina stasionatsiya yaxshi turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 11 ming deyaptilar, 500 o'tib beramiz, sizlar uchun deyaptilar. 10,5 mingga olishlaringiz mumkin. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor, o'shaga aloqaga chiqsangiz, bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Garaj 21. Biz bilan qoling, biz bilan qiziqarliroq bo'ladi. Oq Gentramiz 2022-yilga stasionasi yaxshigina turibdi. 84 ming, 80 necha ming yurgan dedilar. O'sha ishi yo'q, burada kraskalari toza, motorlarda ham ishi yo'q, hammasi yaxshi turibdi. Balonlar almashgan. Yangi qo'yilgan dedilar. Statsiona yaxshigina. O'sha yerda qirilib urilgan bu shunaqa stretch bitirish hech narsasi yo'q, короче, petno-metnolari yo'q. Yaxshigina turibdi. Salon ahvoli cho'tka yaxshigina turibdi, stasionalari yaxshi ahvolda, chexol poliklari, chexol qo'ymagan ekan. Shu qo'ygan stasionasi yaxshigina turibdi, metanda turibdi. Ahvoli yaxshi. Umuman hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, короче, manslar haydaysizlar tamom. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishi yaxshi, unaqa chiqib, o'sha orqa tomonda hech qanaqa qirilmagan joylar bor. Ana bu yerda sal ishi bor ekan. Qirilgan joyi bor ekan. Qolgan joyi yaxshi, stasionasi yaxshi turibdi, unaqa ko'p ish qilinmaydi. Agar kimda bironta tuning qilmoqchi bo'lsa, qilsangiz bo'ladi. Shu yerda sizda reklamangiz bo'lishi mumkin-da, tuning magazinidan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 140 deyaptilar, 135 bo'ladigan bo'lsa, beraveramiz deyaptilar. Undan ham tushlar mumkin, balki 5 milliondan. Kimgadir qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qoldiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib, biz nomimizni desangiz, yanada kelishtirib beradilar. Xo'p, 2021-yilgi Gentra stasionar yaxshi ishlar bo'lmagan, metallari bor, moy poy qo'chini boshqa narsa qilmaydi. Siz ahvollari yaxshigina turibdi. Umuman olganda normal masla turibdi. 2025 bor yo'q, to'yilmaganmi, yo'qmi? Lekin yaxshigina turibdi. Unaqa almashib, stretch urilib, o'chib qoladigan narsa odatlar yo'q deyaptilar. Cho'tka. Balonlar ham normalni. Salonlar ahvoli yaxshi, normalni turibdi. Unaqa rasorada chiqib ketmagan, yaxshigina stasionasi yaxshigina turibdi. Bitta chexol pol orasida cho'tka bilan. Orqa tomondan ko'rinishi, orqa tomonda hech qanaqa ishlari yo'q. Boyagidek aka toza deb orqasida bironta stretch bitirish narsasi yo'q, hammasi cho'tka turibdi. Narxiga kelganda 140 million so'm deyaptilar.
35 larga beraverishlari mumkin. Bu o'z 40 ta kami bor deyapti. 135 million shunday narx tashlasizlar, jon-jon deb 130 dan berishlari mumkin. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimgadir avval like deb bosamiz, keyin pastda nomerlar bor. O'sha nomerlarga murojaat qilib, gaplashib, kelishib olishlaringiz mumkin. Hop, 2020-yilga jentiramiz. Sostenasi yaxshi, hech qanaqa ishlari yo'q, metallari bor, umuman chotki sostenadan turibdi. Mo'y-po'y qochirmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Hamma narsasi yaxshi, sostenasi udar, sveji, maslagina. Salonga keladigan bo'lsak, balon holati o'rtacha, yaxshigina turibdi. Salonlar holati yaxshi, avtomat korobkalari bor. Mexika pultlari yo'q ekan, lekin qolgan narsalar yaxshigina turibdi. Chexol-pexollari, bitta chexol olib qo'yish kerak. Qolgan narsasi yaxshigina, aytgancha tonirovka bor, tonirovka ruxsat shu 1 oy bo'libdi holi. Menga olaman, luklari ham bor. Orqa tomon ko'rinishlari yaxshi. Mana bunga ham alohida bezak bo'lib, karbon laminatsiyalarni yopishtirganlar, alohida buni. Sostenasi yaxshi ishlashiga turibdi, o'zicha qaralab, hech narsa bo'lmagan, kraskalar toza aytgancha, hech qanaqa ishlari yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 150 million so'm deyaptilar. Kelishib beradilar, u 5 million o'tib berishlari mumkin. Kimgadir qiziqadigan bo'lsa, like bilan kommentarni bosishdan chiqmasin. Pastda nomerlar bo'ladi, o'sha nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin, kelishib olishlaringiz mumkin.